Xo'sh, va nihoyat menda juda ham kuchli endi Wi-Fi bor. 5G Wi-Fi. Men endi bugun Bedwars bo'yicha turnirni bemalol tomosha qilaman. Barchaga salom do'stlar. Mening ismim Kompot do'stlar. Mening yangi videomga xush kelibsizlar. Bo'ldi. Men o'zimga juda ham kuchli 5G Wi-Fi sotib oldim. Sababi bugun bo'ldi anchadan beri internetda muammo bo'layotgandi va bugun mening vaqtimga Bedwars bo'yicha turnir bo'ladi. Da bo'ldi. Bedwars bu shunday o'yinki, dushmaningizni kreatorni sindirasizlar-da. Shunday o'yin. Yog'ini tushuntirmayman. Men oldin o'zim Bedwars o'ynardim, lekin nechidir yillar bo'lib ketdi. Mini o'yinlar o'ynayotganimga, Bedwars o'ynayotganimga va men yeyishimga burger va kola tayyorlaganimga ichishimga mazza qilib tomosha qilib ko'rishimga. Oldinlar mini o'yinlar o'ynardim, men o'zim Bedwars'da o'ynardim. Nechadir yillar o'tib, даже kanalimda Bedwars bo'yicha juda ham ko'p videolar bor-da. Mana bolalar ko'rishingiz mumkin. Hozir ekranda chiqadi mana bolalar. Даже mini o'yinlar bo'yicha do'stlar mening kanalimda to'la bir playlist ham bor. Hozir esa o'ynayapman, просто kuzatyapman-da. Tak. Kompot, eshigingni och, Kompot. Xush kelibsizlar, shiytlar. Sening uyingdan Wi-Fi signal kelyapti. Yangi Wi-Fi oldingmi? Yo'q, ha. Birpas o'ynashib beribdir. Yo'q, men bu jitalar men Bedwars bo'yicha turnir ko'rishim kerak. Jalkami? Da, jalka. Qizg'onchiq ekansan. Bolalar, men axir keyin berib turman, shu turnirni ko'rib olay, kirib bemalol ishlatasizlar. Yo'q, bizdan ishlatgimiz keladi. Jitalar, bu mening uyim chiqdi. Tezkor, sizlar kimdan so'rab kirdinglar? Birpas o'yin o'ynaylik, shundoq o'yin. Soat 7 gacha o'ynaymiz, chiqib ketamiz. Qanaqa 7? Soat 5 larda meni Bedwars'im boshlanadi. Ozgina vaqt qoldi. Turnirni ko'rishim kerak men axir. Yo'q, ozgina o'ynaylik, jalkamman ko'raver. Sen meni burgerim yeyapsan? Jalkami? Men sizlarga qarshi aytyapman. Sizlarni deb meni ishim ham esdan chiqib qolibdi. Ishlarim bor edi meni. Короче, jitalar, men ishlarimni qilib kelgunimcha meni uyimdan surlaring. Огородni tozalab kelgunimcha. Hop. Ko'rasanlarga aytib qo'y. Notebookimga tegma, vobshim, tushundingmi? Hop. Men короче ishimga borib kelaman. Sanlar mashta turmalaringni uyingga yo'qalaring. Tinch. Wi-Fi meniki. Turnirni ko'rganimdan keyin ishlatishga beraman. Va turnir ko'rishga ham qo'ymaysanlar. Bor, meni uyim bo'lsa, bu meni o'zim sanlarga короче, men uy ishlarimni qolib qaytib kelib, bu kelgunimcha yo'q bo'lsa, bolalar, xullas men Wi-Fi oldim. Jiddiy Wi-Fi ishlatishni boshladim. Men turnir ko'rishim kerak, internet sekin ishlaydi. Hozir men tez огородlarni tozalab, kiraman, kirgunimcha yo'q bo'lmagan bo'lsa ko'raman menda. Hop, tez ekib tashlaymiz, shaqqalab ekib tashlaymiz bolalar. Hop. Kartoshkalarni olamiz, ekamiz. Hop, tak, hop. Endi buni ikki bo'lib qoldi. Men endi tezlik bilan uyimga chopib kiraman. Agar hozir bitta jitil o'tirgan bo'lsa ko'radiman. Tezlik bilan. Qani, let's go. Hop, tak, hop, jitil. Nima qilyapsizlar? Men uyimni bardak qilib tashlabsizlar, kompyuterga qo'yib olib. Jitil, bos. Yo'q qil. Qanaqa yo'q qil? Surlaring bu yerdan. Bu men uyim deyapman. Yo'q, kompas. Bu oldi meni jonimga tegdi. Hech qanaqa Wi-Fi yo'q. Qo'shib turlaring chiqqan Wi-Fi, hech qanaqa Wi-Fi yo'q endi. Bo'ldi. Kompot, bizda internet uzilib qoldi. Mengina bu Wi-Fi meniki, surlaring. Jalkami? Da, jalka. Aytib turibman sizlarga. Shu turnirni ko'rganimdan keyin beraman deyapman Wi-Fi ishlatishga. Menda internet sekin ishlaydi bo'lsin. Bolalar, men turnir ko'rishimni qo'ymayapti bular. Hozir agar bular ulanib olsa Wi-Fi, meni Wi-Fi'm sekin ishlaydi va men streamni ko'ra olmayman bolalar. Tushunasizlarmi? Men 4K formatda tiniqni ko'rmoqchi edim bolalar. Bular ko'rsatmayapti menga. 5G Wi-Fi o'zim sotib oldim. Bular o'zi pul to'lamasa. Yaxshi urib ketib qolishibdi. Zo'rku, nima endi eshikni qulflab qo'yamiz. Endi kirsa olmaydi. Hop, ana bo'ldi. Ana endi sekin bularni joy-joyiga qo'yib, Wi-Fi'ni qo'yib va turnirni ko'ramiz. Wi-Fi yoqamiz, notebookimga ulaymiz. Hop, bo'ldi, tayyor. Kompot, eshigingni och. Yana senlar kellaringmi? Yo'q. Sening uyingga Wi-Fi signal kelyaptimi? Yo'q. Eshigingni och. Yo'q, endi vashta kira olmaydi. Aniq 100 talik kira olmaydi. Eshikni ochildi mana hozir. Qanaqa kirdinglar sizlar? Bizda qishloqda har bir uyning kaliti bor. What the hell? Nima surlaring meni Wi-Fi'm yetib turibman, iltimos sizlarga jonimga tegib ketdilaring. Bo'ldi, hech qanaqa Wi-Fi yo'q. Pul tashlamaganman, hazillashdim. Bo'pti, o'zini 10 minutdan kelamiz. Qanaqa 10 minut? Kelmalaring. Jonga tegdi bo'ldi. Nima qilsam bo'ldi? O'yla. Axir Wi-Fi meniki bo'ldi. Nimaga jitil meni uyim kirib chiqqan eshik bo'lib qopti bularga borib kirib chiqaveradi. Yaxshiroq qulf qo'yish kerakmi deyman-da. Qulf deganim ekanlarmi keldi. Davay bolalar, bu uyga faqat men kirib olgan qilib qo'yaman. Bular vahshiy uyga kirolmagan qilib qo'yaman. Davay bolalar, zo'riga keldi kallamga.
kallamga balla bani bolalar genialniy ideya keldi o'zi ham. Men geniyman tez bolalar bu yerga zo'r olmosli ishlar qo'yamiz bolalar da как sindirolmaydim kirolmaydim вообще hozir men internet magazindan narsa zakaz qilaman da keltiraman bolalar keyin ko'rasizlar bolalar. Men Wi-Fi ayoqqa qo'yish kerak, mazasi ular kelib oladi. Faqat Wi-Fi ni sandoq hisob tura qolamiz ishim bitirguncha. Xo'p. Endi men telefon olaman-da va internet magazindan narsalar. Xo'sh, mana sizning narsalaringiz. O, rahmat kurir. O, tak, xo'p, menga temir eshik kerak emas edi. To'xtang. Olmos suvga o'tirilgan temir eshik. Tushundim, bo'ldi. Xo'p, bu narsalar bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, rahmat, charchamang. Bo'ldi. Xo'p, mana men narsalarim keldi. Addushi, zo'r narsalar keldi. Mana ko'ringlar, bolalar. Xullas, bolalar, men hozir bilan bitta joylashtirib chiqaman. Avvalambor bularni hammasini olib sandig'iga olib tashlaymiz. Va tuzoqlarni ham quramiz, hammasini qilamiz bo'lib ko'rasizlar, zo'r chiqadi xudo xolasa deb o'ylayman. Xullas bolalar, biz bunaqa ish qilamiz. Birinchi momentda lavani olamiz. Bizga ikkinchi chelak kerak. Mayli, ikkinchi chelak shart emas, hozir amallab olamiz bolalar. Bu yerga endi biz hozir bitta blok sindirib turib, pakka mana qo'yib turamiz. Bo'ldi, qo'yamiz. Bu yerda qasimiz deb porshon qilamiz. Menga bolalar zo'r tuzoq qolman bolalar, ko'rasizlar, bunday blok qo'yib qo'yamiz-da bolalar, keyin buni olib bu yerga qo'yib turamiz. Pakka lava chiqib ketmasligi uchun asl bu yerda turishi kerak emas. Hali olib tashlaymiz. Xo'lan joyiga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, bolalar, endi men bu yerda eslab qolasizmi, bu yerda men mana bitta sandig'imni olib tashlayman-da, bu yerni qaziyman-da, bu yerni ham qazib, bu yerga yolg'ondaqa redstone blok qo'yamiz bolalar. U degani ko'rinmas, shunaqa blok va blokni qaytib qo'yib, bu yoqqa rechak qo'yamiz. Bir gap bilan bu yerda bitta bosaman, bu yerda lava ochiladi, qaranglar bolalar. Xatolik ketmayman. Aytib olib tashlaymiz. Lava yopilib turibdi. Bitta rechak ochamiz, lava ochiladi va jitillar kelib mana bitta asamga tegsa, bitta ochib yuboraman va ular o'lib ketadi bolalar. Va ha. Mazza qilamiz. Yopib qo'ylik, bo'ldi, yopildi. Xo'p, endi biz boshqa ish qilishni boshlaymiz. Tok, nima qilamiz sizlar bolalar? Xullas, biz endi sandig'i tak joyiga qo'yib qo'yaylik. Mana bu yerga kerak narsalarni hisob tashlaymiz. Menga hozir kerak emas narsalarni hisob qo'yamiz. Va biz endi pardalar ilib chiqamiz. Men ularni nima qilayotganini ko'rmaslik uchun bu yerda stolni olib tashlashimiz kerak menimcha. Xo'p, stolni olamiz-da. Tak, xo'p, bu yerga stol joylashtiramiz. Bu yerga stol qo'yamiz. Bu yerga bu stolni plita qo'yilmas ekan. Mayli, buni yaxshisi olib tashlayman-da, bo'lish his yo'q. Notebookimni qo'yaman, yaxshisi buni olib tashlayman-da. Oddiy blok qo'yib qo'yaman-da bolalar. Xo'p, tak, oddiy blok qo'yib qo'ydim. Zo'r bo'ldi. Bu yerda kola, ichimlik, ovqatlar qo'yish zo'r bo'ldi. Endi bolalar, обязательно pardalarni olib chiqamiz. Xo'p, bo'ldi. Bular men tashqarida baribir asamga tegmaslik uchun, oynamga yaqinlasha olmasligi uchun men bu yerga bolalar shipiylar qo'yib qo'yaman. Shipiylar bu temir tikanga o'xshagan narsa yomon kiradi, yo'qqa bolalar. O'zbekchasini bilmayman, endi nima qilay. Xullas, va bu nimani bu yerda men ko'rgan bo'lsa, nima desanglar, bu yerga narvon qo'yamiz tepaga, uyimni tomiga. Sababi bu bolalar Wi-Fi signalini tashqariga chiqarmaydi. Ular Wi-Fi ga ulanolmaydi, Wi-Fi signal ularga bormaydi, faqat uy ichida bo'ladi-da. Ular faqat uy ichiga kira olsa, Wi-Fi oladi, lekin uyim ichiga aniq 100 talik kira olmaydi. Men chunki uyimni zo'r qilib himoya qilib qo'yapman. Xo'p, xuddi apokalips bo'layotgan oddiy shitlardan shu darajada emas, normal himoyalayapmiz. Va biz bolalar endi bu yerga kira olmaslik uchun asosiy olmos eshigimizni qo'yamiz. Temir eshik, olmos suvga botirilgan. Bolalar buni olmos topirlar sindirolmaydi. Faqat bolgar kelib tashlashi mumkin menimcha bolalar. Va biz bu yerni ochilishini meni Face ID bilan qilamiz. Face ID bu ko'zim bundoq qarayman, mana ko'rgan bolalar, mana kompot, hello kompot deyapti. Men qarasam ochiladi, boshqa hech kimga ochilmaydi bolalarda. Tak, shuning uchun bundoq bo'lsa qilamiz, kiramiz va biz chiqmoqchi bo'lsam, agar ular asamga tegsa, nimadir bo'lib qolsa, chiqmoqchi bo'lsam, tak knopkasi olamiz va bu yerga sekin ochib kirib chiqing knopka qo'yamiz bolalarda. Buni ochadi, keyin kiramiz. Hozir yopilsin eshik, mana qaranglar. Kelaman, qarayman, ochiladi, yopiladi. Keyin knopka bosib ochiladi. Unda xolos bolalar, zashita tayyor. Biz narsalarni hammasini qo'yamiz va уже turnirni boshlab qo'ygandir. Turnirni ham ko'rishni boshlaymiz. Tak, nom olaman. Endi noiloj hammasi burgerim olib qo'ydi. Endi nonni yeb o'tirish g'alati. Nima his yo'q. Bo'shanib turibdi, stream do'y boshlaymiz. Tak, xo'p. Wi-Fi qo'yishingizdan chiqib qolibdi, sal qolibdi. Wi-Fi qo'yamiz. Xo'p, stream boshlagan vaqt bo'libdi. Tak, yo'qdik, uladik ana. Tak. Kapot, nimaga sening uyingga Wi-Fi signal kelmayapti? Kelmaydi, chunki yo'qmagan. Hozir nima qilayotganini ko'ramiz oynadan, pardadan. Ko'ramizlar baribir. Pardadan ko'ramiz hozir. Oynalarni yoniga shipilib olib qo'yibdi.
Ha, jinnilar o'zi ham jitil ovoz yomon chiqyapti lekin. Uni eshigi nima ochilmayapti. Bolgarka olib kelamiz, bolgarka bilan kesamiz. Bolgarka bilan. Bolgarka deydimi? Bolgarka olib kelmaydi. Shipili qo'yib qo'yibdi oyna yoniga, yomon botyapti. Ha, bola o'zi jitil ovoz yomon chiqyapti. Eshikni kes bolgarka bilan. Rosa kesadi, bo'ldi. Tezlikni mana ochib kerak, bo'ldi, ochaveramiz. Bu soni bolgarka bilan eshigimizni buzib yuboradi. Xo'p, opa. Tezroq kes. O nima, yong'in hid kelyaptimi? Nima? Yo'q. Ha, bola yomon ovoz chiqdi o'zi ham bola. U jizdalla mazza qotil lavada cho'milib. Xullas bola aytmaslik uyim kiraman. Короче, biz ketdik. Rosa ketishdi bola. Xullas bola endi men endi uyimga hech kim kirolmaydi. Faqat o'zim kiraolagan qilib qo'ydim. Bolalar endi men uyim bo'ldi bir gap bilan. Xullas endi bolalar men nimaga gapiryapman? Hamma do'stlar sizlar bilan men kompot bo'ldim do'stlar. Xullas men turnir ko'rishim kerak. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Обязательно bolalar. Tak va keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sizlar bilan kompot bo'ldi va men Bedwars bo'yicha turnir boshlanishi ko'rishim kerak. Let's go, ketdik Bedwarsga. Mana bu yomon zo'r jangchida. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men kompot bo'ldim. Videoga like bos, kanalga obuna bo'l. Negr.